Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech aziz obunachilar. Bugun yana bir kupon qilishni ko'rib chiqamiz. Takrorlab to'g'ri kupon qilish, qaysi kanallarga pul tikish, qaysi usul bilan pul tikish. Yana aytib o'taman. Casino Games uzoqroqda yuringlar, sizlarda ancha minusga olib kirib ketib qoladi. Azartni uyg'otadigan narsa o'sha bo'ladi. Ikkita narsadan uzoq yuringlar. Casino Games. Umuman o'ynamanglar. Haligilarga ishonmanglar, telefonda, streamda buncha yutyapti, uncha yutyapti. U narsalarga ishonib qolmanglar. Katta minusga kirib ketmanglar. Kuniga 200 ming, 300 ming, 500 ming pul topib o'tiringlar, kupon qilib. Birdaniga bir narsaga erishaman demanglar, sekin-sekin bo'ladi. Bo'lmasa kupon qilishni boshlaymiz bugun azizlar. Qaysi jamoalarga pul tikishni ko'rib chiqamiz. Bugunga qarang. Bir narsani aniq olinglar. Angliya chempionati, Ispaniya chempionati, Germaniya chempionati, Italiya chempionati. To'rtalasi 4 xil yo'nalishda futbol bo'ladi. To'rtalasiga har xil yo'nalishda pul tikish kerak. Birinchi o'rinda Ispaniyadaga bo'ladigan bo'lsa, Ispaniya chempionatiga sariq kartochkaga tikkaningiz ma'qul. Endi har doim bo'ladi demayman. 80-70% sariq kartochka ishlab beradi. Ispaniya chempionati. Germaniya chempionati ba'zida gol ko'p bo'lib ketadi, ba'zida kam bo'ladi gollar. Hech men Germaniya chempionatiga tushunaman, lekin qo'rqaman kupon qilishga Germaniya chempionatiga. Bugun qilamiz, lekin o'xshaydi. Tomosha qilib o'tgandan keyin ko'rib qo'yasizlar, zo'r aka deb qo'ysanglar bo'ldi. Katta koeffitsient qilmaymiz biz, bilasizlar. Bugun Newcastle Wolverhampton 2-2. Qaranglar, 2-2ga 1.2 koeffitsient beryapti. Newcastle yutqizmasligiga. Biz nima qilamiz? Bu yoqdan yonga surib, darvoza tomon aniq zarbani topamiz va Newcastleda 3.5 tadan ko'p aniq zarba tepadi deganini olamiz. Darvozaga 4 dona aniq zarba tepadi deganimiz 1.36 koeffitsient. Bitta oldik. Getafe Valencia, Atletico Madrid Alaves hozir ko'rib chiqamiz. Bu yoqda Stuttgart Union bor ekan. Men Stuttgartni pobedasiga olaman. Xato bo'lsa uzr so'rayman. Ertaga o'yin ko'rsatadi. Stuttgartga men ishonyapman. Keyin Bologna Fiorentina. Qattiq o'yin bo'ladi. Biz bunga birinchining natija totali 1ning 2si total 1.5 dan ko'p. Bologna komandasi yutqizmaydi va o'yinda 1.5 tadan ko'p gol bo'ladi olyapmiz. Farqi yo'q, 2-0, 1-1. Bologna yutqizmasa bo'ldi. 3 ta komanda oldik. Yana bu yoqda men Barselonani topolmayapman. Barselona. Ispaniya chempionatida Barselona juda yaxshi o'ynayapti hozirgi kunda, juda yaxshi. Real Sociedad zo'r o'ynayotgan, oldin o'ynardi, hozir yaxshi o'ynamayapti Real Sociedad. Real Sociedadga ham bilib bo'lmaydi, ba'zida yaxshi o'ynaveradi. Biz olamiz Barselonani yutishiga, boshqa narsa yo'q. Barselona yutadi. Men o'zim muxlis bo'lganim uchun Barselona deyotgan bo'lishim mumkin. Men Barselonaga ishonyapman. Biz 6 koeffitsient kupon yig'dik. 6.5 koeffitsient 4 ta komandadan. Stuttgart g'alabasi, Bologna yutqizmasligi va o'yinda 1.5 tadan ko'p gol bo'lishi, Newcastle 4 dona aniq zarba tepishi, Barselona yutishi. Men bu kuponimga 70% deb baho beryapman. Sizlar ham bir ko'rib kuponni bitta komment yozib qo'yinglar. Aka shuni xato qilibsiz. Aka mana shu narsani xato qilibsiz deb bitta komment yozib qo'ysanglar, shundan ko'rib chiqamiz. Keyingi safar yaxshiroq kupon qilishga yana harakat qilaveramiz. Hozir sizlar bitta videoga like bosib, Telegram kanalimni qo'yib qo'yganman, YouTube profil tagiga. Telegram kanaliga bitta a'zo bo'lsanglar, har kuni kupon tashlayveraman. Hozir buni ham tashlayveraman Telegram kanaliga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Telegram kanalida har kungi tekin kupon ham bo'ladi, VIP kuponlar ham beriladi har kuni. Hammaga omad. Bugunga biz 500 ming so'm tikib qo'yaman. 500 ming so'm pul tikib qo'yaman. 500 ming so'm tikib qo'ydim bu komandaga.
Bu yoqda riskli kuponim ham bor. Riskli, keyin ertaga natijasini ko'ramiz. Hisobimiz demo deydigani demo emas, biz o'zimiz pul tikib ko'paytirib o'tiramiz. Yaqinda 77 million chiqqan. O'shana pul akalar. Hech qanaqa demo narsa yo'q bizda. Haqiqiy pulga o'ynayman men. Adinochka ham urib turaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.